Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Andijon shahridagi Andijon viloyat ipoteka bankda viloyat filialini oldida turibmiz. Hozir opamiz murojaati bor ekan. Murojaatni eshitib, kommentariyada fikr izohlaringizni qoldirib ketishlaringizni iltimos qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir opa assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat o'zingizga. Qanaqa murojaat bor edi opa? Shavkat Miromonovichga iltimosnomam bor edi. 2019da prezidentimiz tarafdan berilgan uyda hozirda bank tortib qo'yapti. Hozir bolalarim bilan 2 nafar bolam bilan qishloqda qolyapman. Shu masala bo'yicha 2 nafar voyaga yetmagan farzand. voyaga yetmagan Birinchisi necha yosh? Birinchisi 12 yosh, keyinchisi 2 yashar. Ha, yolg'iz ayolsiz. Ha. Hozirda tortib qo'yapti. Shunchani qilyapman, lekin qo'limdan kelmayapti. Kimlarga uchradingiz bu bo'yicha opa? Nima holat bo'ldi? Qisqacha tushuntirib bersangiz. Bunda 2023da sudga chiqarilgan ekan. Meni bundan xabarim yo'q. Ipoteka bankdan chiqarilgan qarzdorlik bo'yicha 12 million qarzdorlik bo'yicha men u pulni to'lab kelganman. Kredit to'lab keldim. Hozirda bank balansiga yashab turgan uyim bank balansi. Hozir 12 million sud chaqirmasdan, hech narsani qilmasdan. Yo'q, sirtdan chiqarilgan qaror. Xatam sizga pochta orqali xat jo'natilmayapti. Yo'q, kelmagan. 12 million chiqadi. U 12 million to'layapsiz. 12 million to'layapman. Bankda yuristi o'zi aytayapti, to'lasang biz o'zimiz chiqarganmiz, sudga deyapti. O'zimiz qaytarib olamiz degan. Shu kunga doir men mana shu sud qarori chiqqandan keyin men 40 million pul to'lab oldim. Endi yana uyimdan ko'chirishligi oktyabrda kelyapti. 2025da oktyabrda kelyapti. 15-oktyabrda uydan ko'chirishlikka deb. MIB xodimlari tushuntirdi, yurist bilan gaplashtirdi. Yurist chiqarib beraman, nech pul qarzdorligini dedi, lekin chiqarib bermadi. Qochib yurdi. Men kelyapman ipotekaga. Hech narsani menga shu yerga kelyapman. Bankda boshlig'i bilan ham gaplashdim. Boshlig'i ismi nima ekan? Ismini hozir aniq bilmayman. Ha, gapiravering. Aniq bilmayman, lekin boshlig'i o'zi shahar hokimiga uchradim, Elyor akaga uchradim. Shahar hokimi aytdiki, hal qilib berasiz dedi. Men bu yerda hisob-kitob qilib, meni hujjatlarimni chiqarib berishini iltimos qilgandan keyin ham menga qog'oz chiqarib bermayapti. Hozirgi kunda shahar hokimiga uchraganingiz bo'yicha asosingiz bormi? Borib uchraganingiz bo'yicha. Ha, bor. Qanaqa asos bor? Shahar hokimi o'zi kanaliga joylagan. Ha, Andijon shahar hokimligini matbuot xizmati tomonidan shahar hokimligini kanaliga joylagan. Biz ham ko'rdik, просто opani o'zidan so'rayapmiz. 2025-yil noyabr oyida joylagan. Noyabr oyida chiqqan. Muammo hal oldi, joyida hal oldi deb joylagan. Buni efirga ham uzatib ketamiz. Lekin u yerda hal bo'lmadi, Elyor aka. Lekin kanalga yozyapti, hal oldi muammo. Kanalga yozilgan. Shu kunga doir meni uyimdan chiqarib qo'ydi, lekin men bu yerga soat kech payt 11da chiqaryapti, kechasi 11da. Xodimlar, MIB xodimlari, poni tashkilotlar chiqarib yuboryapti ikkita go'dagim bilan. Ertasi kuni men telefonimni olishim kerak, hamma hujjatlarimni olishim kerak. Raisga o'zimizni mahalla yuksalish MFAga chiqyapman, murojaat qilyapman. Aka, meni narsalarim qoldi. Bank yuristiga telefon qildi. Menda emas kalit dedi. Nimaga telefon qildi? MIB xodimiga telefon qildi. Ular ham bizda emas kalit qildi. Keyin oxiri ilojim yo'q. Men narsalarimni olishga bitta bolam yalang'och holatda chiqib ketgan uydan. Shu holatda qishda paytida. Shu bilan men uyga kirdim, hujjatlarimni oldim, shaharga uchradim. Shahar bu yoqqa uyni sotmaysan, unga doir uyimni sotib olgan. Birinchi odamga uyda boshqa to'lov 27 million 800 mingga sotgan. Shahar hokimi matbuot xizmati ishi hal oldi deyapti, lekin ash paytda uyni sotib olgan. Sotilib bo'lgan. Endi u odam 15 kun ichida olmasa, unga doir birinchi qarorni bekor qilib kelsin bu qiz dedi. Birinchi qaror bekor qilingandan keyin yana ish qayta ko'rilganda meni xodimlarim borib sizga yengillik qilib beradi, siz bilan murosa qilib sizni grafikka tushirib qo'yamiz dedi. Kim? Shahar hokimi nima? Ipoteka bankda boshlig'i. Viloyat boshlig'i. Ha, viloyat boshlig'i. Xo'p dedim. Men bu ishni sudga berib 11 million davlat bojini to'lab bersangiz dedi. Keyin ishingizni ko'rib chiqamiz dedi. Kim? Nimada? Sud raisi. Sud raisi. Iltimos qildim. Qaysi fuqarolik ishlar bo'yicha Andijon tumanida sud raisi. Fuqarolik ishlar bo'yicha. U yerda 11 million to'latyaptimi sizga? Yoki ayolga? To'laysan dedi. Keyin ko'raman. Chunki 2023da o'tilgan bu dedi. Muddati o'tib ketgan bu. Men iltimos qildim, chunki bu holat bo'yicha men pulni to'lab kelganman. Men qarang aka, men bankka kelaman-da, kredit to'layman desam, pul olmaydi qo'limdan. Lekin kartamdan tortib olyapti. Plastik kartangizdan olib plastik kartadan, men ishlamayman, chevarchilik qilaman. Bola pulimni tortyapti. 530 ming bola pulimni tortadi.
Men kelib mana bola pulimni torting desam, bankdan ko'tarib kel deydi. Bankdan Xalq bankidan qog'ozini chiqartirib, mana tortyapsan Hozir kreditga. ipoteka bank o'zi tortib olib, o'zi qog'oz chiqarib ketyapti. Ha? Qaydan tushirganligi biz tortmadik deyapti. Tortib olib kelib ko'rsatyapman. Endi tortishda qarzdorligingizni 0 qilib qo'yish kerak u deyapti. Lekin naqd pul to'laymansiz, unashmayapti. Yo'q, uni olmaydi. Uy sotilib ketgani hisobiga, lekin uy sotilib ketgani sizga aytishmayapti. Yo'q, aytmadi. Ikkinchi marta bu sud qarori chiqdi. Mana bekor qiladigan paytda men sudlashib yurgan paytimda yana boshqa odamga sotib yuborgan. Ikkita odamga sotyapti. Sotildi. U odam hozirgi kunda ham mana hozir meni ko'chirishlikka o'sha chiqarib sudga berilgan. Hozir suhbatimiz davomida ikkita ma'lumot ko'rsatdi. Shahar hokimining shu noyabr oyida chiqadigan matbuotini. To'g'rimi? Undan keyin yana qayta boribsiz. U qanaqa holat bo'lgan? Unda yana qayta bordim. Qayta borib, meni uyim mana sud qarorini bekor qildi dedi-yu Elyor aka. Men bu qarorni bekor qildirdim. Menga dedim katta summa qilib, hozir davlat boji 11 millionda, undan tashqari bankda rasoti 15 millionda. Yana undan tashqari qarz muddatdan o'tib ketgan qarzdorligimni 94 millionda bir kun ichida to'laysan deyapti. Bir kun ichida to'laysan, yana kreditga to'lamayman ekan uni. Omonatga qo'yasan, uyingni qaytarib olsak, 100% emas, 80% qaytarish naqasi yo'q, 20% yutib chiqsang ashunda ham. Bo'lmasam uysiz qolasan deyapti. Menda uncha pul yo'q. Yana shahar hokimiga bordingizmi? Shahar hokimiga borsam, shahar hokimi Elyor aka, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi, endi bank qilmasa menda nima ayb deyapti. Bo'lmasa matbuot xizmatiga yozyapti, ishini hal qildik. Shuni aytyapman, meni yozyapsiz, chiqaryapsiz, qayerda bo'lsam men hal qilib beraman deb turib, meni ishimni hal qiling. Men sizga uchradim, shahar hokimiga uchragandan keyin uyni sotmaysan degandan keyin ham sotib yubordi Elyor aka desam, endi bank qilyapti-yu u narsani. Menda nima ayb? Men qo'limdan kelmayapti, hal qila olmayapman deyapti. Shahar hokimi, hurmatli mas'ullar, ish hal qila olmaydigan bo'lsa, kim hal qiladi ekan bilmayman. Yo hal qiladigan yangi shahar hokimi kerakmi? Fikrlarni, izohlarni qoldirib ketishinglar so'raymiz. Biz bilmaymiz endi. Fikrdan kelib chiqib bitta murojaatchini hal qila olmaydigan bo'lsa, hal qila olmasa, hal qilaman. Nima uchun bo'lsa, matbuot xizmati tomonidan murojaat hal oldi, nazoratga oldik deb yozyapti. Aytamiz. Davom Shu masala bo'yicha menga prezidentimiz yordam berishini so'rayman, hujjatini taraflaman. Yana men hozir ikkita bolam bilan hozir bu yerda grafik bo'yicha chiqaryapti, 140 million pul to'laganman aka. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, prezidentimiz tomonidan imtiyozli ravishda berilgan uylarda pulini olib, balo battar qilib bank xohlaganini qilyapti. Mas'ullar просто kuzatuvchi bo'lib turyapti xolos. Yana kamiga ish hal qildi yozyapti, lekin fuqaroni bu tomonga qaraganda nima deyapti, biz hal qila olmaymiz deyapti. Hal qila olmaydigan bo'ladigan bo'lsa, unaqa mas'ullar bizga kerak emas. Hal qiladigan mas'ullar kerak. Lekin shu ishni hal qilmasdan hal qildi degani uchun shahar hokimimizga alohida respekt, rahmat katta sizga. Oliyjanob ajoyib insonsiz ekan. Viloyat ipoteka bank mas'ullariga alohida rahmat. Qish kunida chiqarib yuborganidan uyiga alohida rahmat. Hammaga rahmat aytamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, iltimos sizdan umidimiz sizdan. Avvalo Allohdan sizdan umid qilib so'raymiz. Murojaatini qonuniy tartibda ijobiy hal qilib beringlar. Viloyatda bormi, kimdir qoldimi, muammoni o'rganib ijobiy hal qiladigan, shuni izohlarni qoldirib ketinglar, opa. Iltimos qilib so'rayman, shu ishim hal bo'lishini prezidentimizdan. Hozir ikkita bolam bilan ko'chada qola olmayman aka men. Ikkita go'daylar haq hurmati kommentariyada izohlarda fikrlar yozib ketinglar. Insofsiz, insofli mas'ullarga ish hal qilmasdan hal qildi deb yo'g'iradiganlarga alohida rahmatimizni yozib ketinglar. Shunaqa mas'ullarga alohida rahmat aytib ketinglar, iltimos. Yurakchani bosib, qizartirib ketinglar. Nima deymiz endi, iloji yo'q. Alloh sabr etsin. Rahmat katta hammaga.